O'rtalar, hozir biz Krasnodar oblastida ketyapmiz. Shu atrofimiz shalpay ekan. Nasha shollar chiqqan. Radar 70 da. Gektarlab shol ekibdi. Hozir videoga olaman. Radar yo'q. Mana bizni Toychoq yuklar bilan qaytyapmiz O'zbekistonga. Yaltadan kelyapmiz. Mana sholpaya. Yiqilib tushmasam bo'ldi, sholi ko'rsataman deb. Mana yo'lda u beti ham sholi, bu beti ham sholi. Xullas shunaqa gaplar. Bugun 10-iyun, haftaning seshanba kuni kecha Qrim oblasti Yaltadan yo'lga chiqqanmiz. Bugun mana hozir Rossiya vaqti bilan, shu yerda vaqti bilan soat 8 bo'ldi. Ertalabki 8. Krasnodar oblastidamiz. Rostov tarafga qarab ketyapmiz. Rostovdan keyin Volgograd, Volgograddan keyin Saratov, Saratovdan keyin Samara, Samaradan keyin Orenburg, Orenburgdan keyin Qozog'istonga kirib ketamiz. Yana ko'rishguncha o'rtalar. O'rtalar, hozir biz Krasnodar oblastida ketyapmiz. Shu atrofimiz shalpay ekan. Nasha shollar chiqqan. Radar 70 da. Gektarlab shol ekibdi. Hozir videoga olaman. Radar yo'q. Mana bizni Toychoq yuklar bilan qaytyapmiz O'zbekistonga. Yaltadan kelyapmiz. Mana sholpaya. Yiqilib tushmasam bo'ldi, sholi ko'rsataman deb. Mana yo'lda u beti ham sholi, bu beti ham sholi.
Xullas shunaqa gaplar. Bugun 10-iyun, haftaning seshanba kuni. Kecha Qrim oblasti Yaltadan yo'lga chiqqanmiz. Bugun mana hozir Rossiya vaqti bilan, shu yerda vaqti bilan soat 8 bo'ldi. Ertalabki 8. Krasnodar oblastidamiz. Rostov tarafga qarab ketyapmiz. Rostovdan keyin Volgograd, Volgograddan keyin Saratov, Saratovdan keyin Samara, Samaradan keyin Orenburg, Orenburgdan keyin Qozog'istonga kirib ketamiz. Yana ko'rishguncha o'rtoqlar.